Nima gap boshqa? Seni deb o'tgan safar yaxshi ko'rgan, uylanaman degan qizimdan kechib yubordim. O'zing aytdingmi yo men majburladim mashina seni? Yo'q, endi o'zim Uylanaman degancha men sinab berdim mashina. Endi men seni qizingni sinayman. Sinalmaysa unaqa qiz emas oshna, unaqa qiz emas. Sinayman deyapman, mana qara, yedirib ham qo'yaman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisan, tuzingmisan? Assalomu Bu yaqin oshna Asadbek tanishmiz, muxlisa. Yaxshimisiz? Tanishganimiz bo'ladi. Ha, yo'q. Xudo 2 minut uydagilar qilib o'tirib turish, 2 minut. Kelaman hozir. Ismingiz Muxlisami? Tapchinarsan, yoningizga o'tirsan, xafa bo'lmaysiz. Xullas, Muxlisa bitta narsada. Bu sizni yaxshi ko'rgan yigitingizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Qarang, siz yaxshi ko'rmaydi-da u, uni ochiq qilib gapirganda. U sizga umuman befarq. U sizdan boshqa bir kamida bir 5-6 yana qizi bor. Undan ko'ra nima qilaysiz uni? Cho'ntagida 1 so'm puli yo'q. Faqat shu ko'chada yurishdan, qizlar yoqaman deb kiyinishdan boshqa narsani bilmaydi. Agar xo'p desangiz, ertaga uyimdagilarni sovchilikka jo'nataman. Nima deysiz? Yo'q, men Husnidan kam yaxshi ko'raman. Ularga xiyonat qila olmayman. Umuman iloji yo'q. Yo'q. O'tiribsanmi? Do'st, keldingmi? Ha? Ozgina ishlarim bor edi. Aytdi. Mayli, o'zingni aytib. Ozgina ishlarim bor edi. Gaplashamiz. في القلب